AQSh va Eron o'rtasidagi urush yana avj olmoqda. Hormuz bo'g'ozi nega butun dunyo iqtisodiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega? G'azoda insonparvarlik inqirozi qanday bosqichga yetdi? Turkiya F-35 dasturiga qayta oladimi? Mirziyoyevning Belarusga tashrifi nimalarni o'zgartiradi? Rossiyada yonilg'i tanqisligi va O'zbekistonda semizlik bo'yicha xavotirli statistika. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Islamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. Oradan bir necha hafta o'tib, AQSh va Eron o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar yana keskin tus oldi. AQSh harbiylari Eronning janubiy qismidagi qirg'oq mudofaa tizimlari, raketa bazalari va harbiy obyektlariga yangi havo zarbalarini berdi. Washington bu hujumlarni Eron tomonidan xalqaro kemalarga tahdidlar kuchaygani bilan izohladi. Bunga javoban Eron ham mintaqadagi AQSh harbiy obyektlariga raketa va dronlar bilan zarbalar yo'lladi. Natijada Fors ko'rfazi yana dunyoning eng xavfli nuqtalaridan biriga aylandi. Ammo bu urushning markazida bitta geografik nuqta turibdi. Bu Hormuz bo'g'ozi. Hormuz bo'g'ozi uzunligi atiga 160 kilometrga yaqin bo'lgan tor dengiz yo'li. Ammo uning ahamiyati beqiyos. Chunki dunyoda eksport qilinayotgan neft va suyultirilgan gazning qariyb 20% aynan shu bo'g'oz orqali o'tadi. Har kuni taxminan 17-20 million barrel neft shu yo'l orqali jahon bozorlariga yetkaziladi. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Iroq, Qatar, ularning deyarli barcha energiya eksporti Hormuz orqali amalga oshadi. Shuning uchun ham bu bo'g'ozning bir necha kunga yopilishi ham dunyo iqtisodiyotiga millionlab dollar zarar yetkazishi mumkin. So'nggi kunlarda vaziyat misli ko'rilmagan darajada keskinlashdi. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan kemalar soni keskin kamaygan. Oddiy kunlarda o'nlab tankerlar harakatlanadigan yo'lakdan ayrim kunlari atiga 7 ta kema o'tgan. Eng e'tiborlisi, yirik neft tankerlarining aksariyati xavfsizlik sababli harakatini vaqtinchalik to'xtatgan. Bu esa sug'urta narxlarini oshirdi, yuk tashish xarajatlarini qimmatlashtirdi. Neft narxlari yana $85 dan yuqoriga ko'tarildi. Afsuski, dunyo e'tibori AQSh va Eron o'rtasidagi urushga qaratilgan bir paytda G'azoda tinch aholining fojiasi davom etmoqda. So'nggi kunlarda bosqinchi Isroil armiyasi G'azoning turli hududlariga yangi zarbalar berdi. Shifoxonalar, vaqtinchalik boshpanalar va oziq-ovqat olish uchun navbatda turgan fuqarolar orasida ham qurbonlar qayd etildi. G'azo Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil 7-oktyabrda urush boshlanganidan buyon G'azoda 73 mingdan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Ularning katta qismini ayollar va bolalar tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa G'azoning katta qismi vayron bo'lgani, aholining deyarli barchasi bir necha bor ko'chishga majbur bo'lganini va gumanitar vaziyat nihoyatda og'irligicha qolayotganini ta'kidlamoqda. Eng katta muammo esa endi bombardimon emas, bu ocharchilik. 100 minglab insonlar toza ichimlik suvi, oziq-ovqat va dori-darmonsiz yashamoqda. BMT vakillari G'azodagi gumanitar vaziyatni 21-asrning eng og'ir inqirozlaridan biri sifatida baholamoqda. Bu hafta AQSh siyosiy hayotida ham muhim voqea yuz berdi. Isroilning eng faol qo'llab-quvvatlagan siyosatchilaridan biri respublikachi senator Lindsey Graham 71 yoshida vafot etdi. U 2023-yil 7-oktyabrdan keyin G'azo bo'yicha eng keskin bayonotlar bergan amerikalik siyosatchilardan biri sifatida tanilgan edi. Biz diniy urush ichidamiz. G'azoni yakson qiling. Radikal islomni yo'q qilamiz. Uning vafotidan so'ng Janubiy Karolina gubernatori Henry McMaster Lindsey Grahamning singlisi Darling Graham Nordenni vaqtincha AQSh senati a'zosi etib tayinladi. U 2027-yil yanvarigacha yangi senator saylangunga qadar lavozimda qoladi. Bu o'zgarish AQShning Isroil siyosati keskin o'zgaradi degani emas, chunki Washingtonning yaqin sharq siyosati alohida bir senatorga emas, balki davlatning uzoq yillik strategik manfaatlariga tayanadi. Biroq Lindsey Graham AQSh kongressida Isroilni eng faol himoya qilgan siyosatchilardan biri sifatida tarixda qoladi. So'nggi kunlarda xalqaro ommaviy axborot vositalarida Turkiyaning Rossiyadan sotib olgan S-400 havo mudofaa tizimlarini Fors ko'rfazi davlatlaridan biriga sotishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqatildi.
Hozircha bu ma'lumot rasman tasdiqlanmagan. Biroq e'tiborli jihati shundaki, nafaqat turk ommaviy axborot vositalari, balki Reuters ham Kreml Turkiya bilan S-400 masalasi yuzasidan muloqotlar olib borayotganini tasdiqladi. Rossiya matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu masalani o'ta nozik deb atadi. Turkiya Rossiyadan sotib olgan S-400 havo tizimi bilan bog'liq vaziyatni tubdan tushunish uchun 2019-yilga qaytish kerak. Turkiya NATO a'zosi bo'lishiga qaramay Rossiyadan S-400 Triumph zenit raketa majmuasini xarid qildi. AQSh bunga keskin qarshi chiqdi. Sababi esa oddiy. Amerikalik mutaxassislar fikricha, agar S-400 va F-35 bir mamlakat hududida ishlatilsa, Rossiya ushbu tizim orqali F-35 ning radar ko'rinmasligi, parvoz algoritmlari va boshqa maxfiy texnologiyalari haqida muhim ma'lumotlarni qo'lga kiritishi mumkin. Natijada AQSh 2020-yilda Turkiyaga katsa sanksiyalarini joriy qildi. Bundan ham muhimi, Turkiya F-35 dasturidan chiqarib yuborildi. Bu Anqara uchun juda katta iqtisodiy zarba bo'ldi. Turk mudofaa sanoati kompaniyalari 900 dan ortiq turdagi ehtiyot qismlari ishlab chiqarar, loyiha doirasida milliardlab dollarlik buyurtmalarga ega edi. Turkiya dastur uchun qariyb 1.4 milliard dollar ham to'lagan edi. Biroq samolyotlarni qabul qila olmadi. Endi vaziyat o'zgaryaptimi? So'nggi NATO sammitidan keyin AQSh prezidenti Donald Trump Turkiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish niyati borligini va F-35 masalasini ham ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan ham muzokaralarda siyosiy iroda mavjud ekanini va yaqin orada natija kutayotganini aytdi. Shu fon ortida S-400 tizimlarini 3-davlatga sotish haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. F-35 Turkiya uchun nega muhim? Bu faqat bitta qiruvchi samolyot masalasi emas. Bu NATOning eng zamonaviy harbiy texnologiyalarga qaytishi degani. Bu milliardlab dollarlik mudofaa sanoati buyurtmalari degani. Bu AQSh bilan strategik aloqalarning tiklanishi degani. Shu bilan birga, Turkiya o'zining 5-avlod Kan qiruvchi samolyotlari ustida ham ishlamoqda. Ayrimlar Kan bor ekan, F-35 nima uchun kerak degan savolni bermoqda. Javob esa oddiy. Kan hali sinov bosqichida. Uni to'liq qurollantirish, seriyali ishlab chiqarish va eksport darajasiga olib chiqish uchun yana bir necha yil kerak bo'ladi. F-35 esa bugungi kunda dunyodagi eng ilg'or 5-avlod qiruvchilaridan biri bo'lib, Turkiya havo kuchlarining jangovar salohiyatini yaqin yillarda sezilarli oshirishi mumkin. Ammo bir muhim omilni unutmaslik kerak. AQSh Kongressda Turkiyaning F-35 dasturiga qaytishiga qarshi kuchli qarshilik saqlanib qolinmoqda. Qonunchilar S-400 masalasi to'liq hal etilmas ekan, Anqaraning dasturga qaytishiga rozilik bermasliklarini ta'kidlamoqda. Shu sababli Trump ma'muriyatining ijobiy bayonotlari bo'lsa-da, masalaning huquqiy va siyosiy tomoni hali to'liq hal bo'lgani yo'q. Shavkat Mirziyoyev bu hafta Belarusga davlat tashrifini amalga oshirdi. Minskdagi muzokaralar yakunida ikki davlat strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladi hamda mehnat migratsiyasi, sanoat, turizm va boshqa yo'nalishlarni qamrab olgan qator bitimlarga erishdi. Tashrif davomida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko biz Belarusda o'zbek oilalarini ko'rishni istaymiz deya alohida to'xtalib o'tdi. O'zbekistonda suv tanqisligi bor. Yer maydonlarini ham kengaytirishga ehtiyoj sezilmoqda. Belarusda esa bu imkoniyatlar mavjud. Ammo bizda ba'zan ishchi kuchi yetishmaydi. Shuning uchun biz o'zbekistonliklar, aynan o'zbek oilalari Belarusga ko'chib kelib, shu yerda yashashini istardik. Ularga tibbiy xizmat, zarur bo'lsa ta'lim olish imkoniyati yaratiladi va ular bu yerda o'z hayotini rivojlantirishi mumkin. Bu biz uchun juda muhim, chunki Belarus yerlari bo'sh qolmasligi kerak. Kelinglar, birgalikda ishlaylik. Uning aytishicha, Belarusda ishchi kuchi yetishmayapti va kelayotgan fuqarolar uchun ish, ta'lim hamda tibbiy xizmat bo'yicha sharoitlar yaratiladi. Shu bilan birga, O'zbekiston fuqarolarini Belarusga tashkiliy asosda ishga yuborish bo'yicha hukumatlararo bitim ham imzolandi. Har qanday davlatning xorijda ish bilan ta'minlash siyosati faqat fuqarolarni yuborish bilan emas, balki ularning huquqlarini himoya qilish bilan ham baholanadi. Belarus bilan hamkorlik endigina ketayotgan bir paytda ijtimoiy tarmoqlarda bir voqea keng muhokama qilindi. Andijon viloyatidan 250 dan ortiq mehnat migrantlari maxsus reys bilan Belarusning Vitebsk viloyatiga tantanali ravishda kuzatildi. Ular qishloq xo'jaligi sohasida ishlashi rejalashtirilgan edi. Biroq oradan bir necha kun o'tib ushbu ishchilarning video murojaati internetda tarqaldi. Ular Andijon viloyati hokimiga murojaat qilib, va'da qilingan ish haqi va amaldagi sharoit o'rtasida katta farq borligini aytdi. Assalomu alaykum.
Mana misol hozir ish beruvchi bilan gaplashdik, Shamsniki голосовойlarni ham eshitdingiz o'zingiz, sizga zapis qilib tashlab qo'ydim. $500 oshiqcha ish bo'lsa ketishaver dedi. Men undan oshiqcha pul bermayman dedi. Men qolgan hammamiz yo'q, $500 ishlamaymiz. Endi mana menga bunaqa men ham gapiraman. Hurmatli hokimimiz, bayda $500 dan ishlaydigan bo'lsak, $200 dan qornimizga ketsa, $100 dan misol sovun povun kirpirimizga savdo podorlarga ketadigan bo'lsa, $200 uchun bayda yurishib, vaqtimizni o'tkazdirib sarson bo'lishimizning foydasi yo'q. Bunda O'zbekistonga qaytib jo'natib o'tgani yaxshi. Tugamadimi zapis? Tugab qolmaydimi? Tugaman. $500 oylik aytyapti, yemog'ing o'zingdan, yotog'ni o'zing to'laysan deyapti. $200 dan unga chiqsa $200 pul qolyapti. Uni O'zbekistonda biz undan ko'proq topamiz. Mana zamonaviy qullik uchun, mardikorlik qilish uchun Belarusiyaga ham yetib keldilaring hammalaring. Bu yerda yaxshi ishlalaring. 500 kishini olib keldim, yana 5000 kishini olib kelaman. Maqsadimiz dunyoga yangi O'zbekiston mardikorlarini tanitish. Kelajak avlod ham sizdek mardikor bo'lsin. Men bular Belarusiyaga olimpiadaga kelibdimi debman. Sportivka kiydirib bir xil qilib, endi bilsam bular mardikorlikka kelibdi. Voy durraklar. Yana o'yin kulgu qilib raqsga ham tushyapti. Men shok bo'lib qoldim. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Bu yangi O'zbekiston mardikorlarida $1000 oylik qayerda bor ekan? Nega meni xabarim yo'q? Xorijda ishlash haqidagi har bir taklifni sinchiklab o'rganmasdan qabul qilish katta tavakkalchilikdir. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Agar xorijda shuncha muammo bo'lsa, nega davlat mehnat migratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi? Buning bir necha sababi bor. Avvalo, har yili mehnat bozoriga 100 minglab yoshlar kirib keladi. Ularning barchasini mamlakat ichida darhol yuqori maoshli ish bilan ta'minlash oson emas. Ikkinchidan, mehnat migrantlari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun juda muhim valyuta manbai hisoblanadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda chet elda ishlayotgan o'zbekistonliklar yuborgan pul o'tkazmalari $15 milliard dan ortiq miqdorga yetgan. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotning sezilarli qismini tashkil etadi va millionlab oilalarning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Uchinchidan, mehnat migratsiyasi ichki mehnat bozoridagi bosimni ham qisman kamaytiradi. Biroq iqtisodiy manfaat inson qadridan ustun bo'lmasligi kerak. Har bir o'zbekistonlik qayerda ishlashidan qat'iy nazar munosib ish haqi, xavfsiz mehnat sharoiti va qonuniy himoyaga ega bo'lishi lozim. Ukraina urushi faqat front chizig'ida emas, balki Rossiya iqtisodiyotida ham tobora kuchliroq sezilmoqda. So'nggi haftalarda Rossiyaning bir qator hududlarida benzin va dizel yoqilg'isi taqchilligi haqida xabarlar ko'paydi. Ayrim joylarda yoqilg'i quyish shoxobchalarida uzun navbatlar paydo bo'ldi. Ba'zi hududlarda esa benzin sotilishiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Buning asosiy sabablaridan biri Ukraina tomonidan Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlari, neft omborlari va logistika obyektlariga muntazam dron hujumlari uyushtirilayotganidandir. So'nggi bir necha oy ichida Rossiyaning o'nlab energetika obyektlari hujumga uchradi. Bu esa nafaqat ishlab chiqarish hajmini qisqartirdi, balki yonilg'ini mamlakat hududlari bo'ylab yetkazib berish zanjiriga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada yonilg'i narxlari oshib, ayrim hududlarda benzin taqchilligi kuzatila boshladi. Buning yana bir qiziq oqibati paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda avtomobillar baklaridan benzin o'g'irlash holatlari ko'paygani haqidagi videolar tarqalmoqda. Ayrim haydovchilar hatto mashina baklariga qo'shimcha qulf o'rnatishga majbur bo'lmoqda. Albatta, Rossiya hukumatı bu muammoni vaqtinchalik deb baholamoqda. Biroq iqtisodchilarning fikricha, agar neft infratuzilmasiga zarbalar shu sur'atda davom etsa, mamlakat ichki bozorida yonilg'i ta'minoti bilan bog'liq muammolar yanada chuqurlashishi mumkin. Bu holat Ukraina urushi endi faqat harbiy emas, balki iqtisodiy resurslar urushiga ham aylanganini ko'rsatmoqda. Britaniya Milliy statistika byurosi ma'lum qilishicha, 2025-yilda Angliya va Uelsda tug'ilgan 5957 nafar o'g'il chaqaloqqa Muhammad ismi qo'yilgan. Shu tariqa bu ism 3-yil ketma-ket mamlakatda eng ommabop o'g'il bolalar ismi bo'ldi. 2-o'rinni Noa, 3-o'rinni esa Leo ismlari egalladi. Bu faqat Britaniyaga xos holat emas.
So'nggi yillarda Fransiya, Belgiya, Niderlandiya, Germaniya, Shvetsiya va Avstriya kabi davlatlarda ham Muhammad Ali, Yusuf, Ibrohim, Adam, Zayd kabi islomiy ismlar eng ommabop ismlar qatoriga kirmoqda. Ayniqsa Bryussel, Rotterdam, Amsterdam, Birmingham, Manchester, London kabi yirik shaharlarda musulmon aholi ulushining ortishi natijasida bu tendensiya yanada yaqqol ko'rinmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholisining 64% ortiqcha vaznga ega. Bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat Markaziy Osiyoda birinchi o'ringa chiqqan. Yanada xavotirlisi, qariyb 3 million nafar bola va o'smir hamda 15-49 yoshli ayollarning 40% dan ortig'i ortiqcha vazn yoki semizlik muammosiga duch kelgan. Bu raqamlar shunchaki tashqi ko'rinish masalasi emas. Semizlik qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, insult, yuqori qon bosimi va hatto ayrim saraton turlari xavfini keskin oshiradi. Mutaxassislar bunga asosan 3 omil sabab bo'layotganini aytmoqda. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi shakar va tuzni me'yoridan ortiq iste'mol qilish, uchinchisi esa kam harakat turmush tarzi. Agar bu tendensiya davom etsa, kelgusi yillarda O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi uchun yanada katta iqtisodiy va ijtimoiy yuklama paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda mas'uliyat nafaqat davlat yoki shifokorlar zimmasida, balki jamiyat va axborot makonining ham zimmasidadir. Afsuski, so'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda turli taomlarni haddan tashqari ko'p tayyorlash, ularni ortiqcha miqdorda iste'mol qilish, hatto pul yoki boshqa sovrinlar uchun kim ko'proq osh, burger yoki boshqa ovqat yeyishi bo'yicha musobaqalarni targ'ib qiluvchi kontentlar keskin ko'paydi. Bunday videolar millionlab tomoshalar yig'ishi mumkin, ammo ular ayniqsa yoshlar orasida noto'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirib, ortiqcha vazn va semizlik muammosini yanada kuchaytirish xavfini tug'diradi. Kontent yaratuvchilar ham shuni unutmasligi kerakki, har bir videoning ortida undan o'rnak oladigan minglab insonlar bor. Sog'lom turmush tarzi, me'yorli ovqatlanish va jismoniy faollikni targ'ib qilish bugun nafaqat shaxsiy tanlov, balki jamiyat salomatligi uchun muhim ijtimoiy mas'uliyat hamdir.